Al Jazeera'ning jurnalistik surishtiruviga ko'ra, Isroil G'azodagi insonlarga qarshi termik va termobarik, ya'ni o'ta yuqori darajada yonuvchi bombalardan foydalangan. Bu bombalarning harorati 3,5 ming darajagacha ko'tariladi va inson tanasini va hattoki suyagini ham bug'lanish darajasigacha yo'q qilib yuboradi. Ayni shu bombalar hisobidan G'azodagi 3000 ga yaqin insonlar yo'q qilinganligi aytilmoqda. Bombaning nomi MK84, ya'ni 84 bo'lib, u Kanada va Yevroittifoqidan chiqqan materiallar yordamida Amerika Qo'shma Shtatlarida yig'iladi. Bomba taxminan 1000 kilogrammgacha tosh bosadi va asosan F-15 yoki F-16 qiruvchi samolyotlari yordamida tashlanadi. Bomba o'zidan 15-30 metrgacha krater, ya'ni chuqurlik qoldiradi va 300 metr radiusgacha ta'sir qila oladi. Xuddi shu kabi o'zidan yuqori harorat chiqargan holatda insonlarni bug'lanish darajasigacha yo'q qiladigan bombalardan foydalanish xalqaro huquqda urush jinoyati hisoblanadi. Tarqalgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu bombalarning birinchi partiyasi Bayden ma'muriyati ostida yuborilgan, ammo keyinchalik o'limlar soni oshgani va dunyodagi noroziliklar ko'paygani fonida Bayden ma'muriyati bu bombalarni Isroilga yuborishni to'xtatgan. Ammo Tramp Oq uyga qaytishi bilan ushbu bombalarni, xuddi MK84 bombalarini yana Isroilga yuborishni boshlagan va uni iddao qilinishicha Tramp buni shunday izohlagan: ular baribir bekor yotibdi. Undan ko'ra Isroilga yuborish kerak.